nemislarda umumiy bo'lgan qadriyatlar bor, O'zbekistonda bo'lgan milliy qadriyatlar bor. Va har ikki tomonni ham ijobiy va salbiy xislatlari bor. Tan olamizmi, yo'qmi? Va xursand bo'lamanki, bizda solishtirish imkoniyati bor. Va qaysi jihatlarni tanlab olib, qaysi jihatlardan himoya qilish vazifasi bor. Doktorlik yo'qlagan Abduljalil domla aytishadiki, farzandingga ko'prik yasamasang, u boshqa joydan ko'prik topadi boshqasiga deydi. Ana shuning uchun ko'prikni sen bo'l. Uni qanaqa yasaysan dedi. Birinchi o'rinda eshitasan dedi. Qaysi birlaring deyapti darsda. Farzandlaringni bitta joyga olib borib, yo kofe yoki marojna olib berib faqat eshitasizlar. Bir haftada kamida 40 daqiqa o'sha farzandga ajratilib, uni vaqti bo'lishi kerak. Farzand eshitilayotganini bilsa, ochiladi va bu orqali ko'prik quriladi dedi. Shu eshitish bilan ish bitadimi? Yo'q. Bundan keyin uni miyasida, aqlida sen o'zingni ta'sir doirangni qurish kerak. Buni so'kish bilan, baqirish bilan yoki maqtash bilan qurasan? Yo'q dedi. Nima bilan qurasan? Bola o'rganish davomida yoki umumiy insonlar ham 55% ko'rganidan o'rganadi. 47% itdagi his-hayajonlarni tarjima qilish va 7% eshitganidan o'rganadi. Demakki, 100% gapirganingizdan faqat 7%gina e'tiborli. Qolgan 93% havoga uchdi degani. Yaxshi bu degani ekanligi. kim dedi bolasini yaxshi bo'lishini istasa o'zi yaxshi bo'lsin. Kim bolasini olim bo'lishini istasa o'zi olim bo'lsin. Ya'ni o'zingni farzandingga o'rnak bo'lgin. O'qiganlarim, eshitganlarim asosida farzand tarbiyasini tashkil qilishga harakat qilaman. O'sha holatda ham buni ideal deb ayta olmayman. Qaysidir qismi ishlaydi, qaysidir qismi yo'q. Albatta. Buni vaqt ko'rsatadi va inson o'sib boraveradi.